Mana tuqqanimga 2 haftadan ham oshdi. Bugun ertalab uyg'onsam, o'zim ham, qizim ham shunday ho'l bo'lib ketganmiz. Chunki kechasi emizib uxlab qolibman va albatta ertalabda hamma joyi sut bo'ldi. Shu bahonada sizlarga bugun ona suti haqidagi afsonalar haqida gapirib bermoqchiman. Ketdik. Tarbiyaligimiz tugab qoldi. To'ldirish kerak. Aytgancha bugun yangi pachka zakaz qildim. Keyinroq sizlar bilan odzivlarimiz bilan bo'lishaman. Xo'sh, birinchi afsona sut suyuq yoki quyuq bo'lishi. Sizlarga aytishim kerakki, hamma ayollarda bir xil suyuq va quyuq bo'ladi. Ya'ni kimlarda kaloriya past, kimlarda ko'p bo'lishi mumkin emas. Hammada bir xil bo'ladi. Faqatgina boshida chiqadigan sut suyuqroq bo'ladi va rangi ochroq bo'ladi. Shu sababli voy sutim suyuq deb o'ylashingiz mumkin. O'sha birinchi keladigan sut 80% suvdan iborat. Shuning uchun u suyuqroq. Qaymoqlisi esa qaynonalar yaxshi ko'radigani keyinroq keladi. Ya'ni har bir ko'krakni chaqaloq 15-20 daqiqadan ortiq emishi kerak. O'shanda ham suyug'ini, ham quyug'ini emgan bo'ladi. Shu sababli u yoqdan bu yoqqa chaqaloqni o'tkazmaymiz. Avval bittasini to'laqonli 1 soat davomida emizamiz, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi afsona, bola kuni bilan emsa agar yoki 1 soatdan beri emsa agar voy to'ymayapti deb qo'rqmaymiz. Yo'q, chaqaloqlar ko'krakni faqatgina qorni och qolganda emmaydi. Suv ichgisi kelsa ham, sovqotsa ham, isib ketsa ham, qorni og'risa ham, siygisi kelsa ham, hatto sizni sog'insa ham emgisi keladi. Shu sababli 24 soat emsa ham bu qorni to'ymaganidan yoki sizni sutingizda muammo borligidan emas. Shunchaki bola hali to'laqonli o'zini to'qligini his qilmaydi, chunki 9 oy davomida to'xtovsiz ovqatlanishga o'rgangan. Ikkinchidan sizni bag'ringizda bo'lib, o'zini tinch holatda his qiladi va albatta barcha ehtiyojlarini emganda qondiradi. Shu sababli hozirgina emizdim, 10 daqiqadan keyin yana so'radi, anna qorni och qolyapti emas. Shunchaki balki siygisi keldi, balki nimadirdan bezovta bo'lib uyg'ondi. Shu sababli ham yana emgisi kelyapti.